Mana, mağdur ha? Ha. Dada, biz bugün 4 saatlik tantarbiya dersida futbol musobaqasiga tushgandik. Men qo'li topdan birini kirgizib Rasma, futbollarmi? Ha, 8'de 0 qilib atdik. Voy, yaxshi. Yaraysa, o'g'lim. Dada, ol beni yerim qani. Mana balam. Dada, sen bu mashinani dalın mashinasiga almashtirib atgina. Nemishqa? Bir obdan menyotdi-ku. Bizning sinfdagi Alining dadasi dalın mashinasi opdi. U mening dadamning mashinasi, sening dadangning mashinasidan noche deydi. Onda degan bo'lsa, ha yaxshi bo'pti. Sening dadangni nochi deb qo'ysang tugmadimi balam? Sen bu mashinani dalın mashinasiga almashtirib at. Bo'lmasa mashinaga chiqmayman. Bala, ben sana bir hikaye aytib beraymi? Nima hikoya? Mening kichik vaqtimdagi hikoya. Ha, bo'pti, ayta. Ben boshlang'ich maktabda o'qiyotgan vaqtimda opam ishlaydigan suv elektr stansiyasining oyliklar qo'rg'osida o'tirardik. Uydan mening maktabimgacha qatnash qulaysiz. Shunga cho'ng dadam kunda sahar turib meni maktabga borardi. Piyoda mansaq 1 soat atrofida aram baratdik. Qish kunlari suv elektr stansiyasining yendiki ko'l bo'yidan o'tganimizda sovuq shamol jondan o'tadi. Tutamay sarılıb teşhis çıkmasına çok müşahit bir geçmiş konu makulü. Bu kimi kutlusu tamamla gitti. Ne gitmiş bu? Assalomu alaykum Rahman. Va alaykum assalom. Tinchlikmi? Yaxshimi bilan? Umidjon nima ag'ash ketaymi? Bo'ldi, men yuranglar. Ikki balni so'rab olamay qiynab qolsa qara. Onasi Umidjon aka sama yolg'iz qolmamda. Onasi bu bir-birimizga hamroh olib ketyapmiz. Men yegin. Umidjonni to'nglab qolmasin deyman ku. Ya, to'ngildi. To'ngladingmi? Ma'qulmiz, men menga beray. Ma'qul, xo'sh. Qarab yanglar. Dumra, mening bir sinfdagi savodchim edi. Uning oilasidagilar bilan bizning oilamizdagilar urug' tuqqandek o'tatdik. Shunga Dilmuratning dadasi Dilshod tog'am meni o'z o'g'ildek ko'radi. Biroq Dilmurat doim tishimga tegadi. Chunki uning dadasining velosipedi bor edi. Bir mezgildan keyin singlimmi yasliga boradigan eshigi to'shdi. Muyassar kichik opammi? Shundoq. Shu vaqtda singlim ikkimiz Japonni rosa tatib oldik. Amaliyotda hozir o'ylasam, Japo tatiyotgani singlim ikkimiz emas, dadam ekandik. U cho'ng-cho'ng qadamlar bilan itdek mang'atdi. Men yetisholmay yuguraydim. Singlim osonla yerib qolatdi. Shuning bilan dadam singlimni ko'tarib oladi. Maktabga borg'icha dadam singlimni ko'tarib, chiliq-chiliq tagiga cho'mib ketadi. Bolam, resimsizga tukan qarab turjimi? Tamaqni birdan deytimi? Qizim, oqlozning gapini anglanjimi? Ha? Nima?
Çıkı. Hadirat. Bana elbette kulağız ne? Bunu dikkatlere. Atas pandi. Papa. Papa tangan babak. Biz azatlıqqa chiqqan bilan dadam jafodan qutlanmadi. Shu mezgilda mahallimizda pat-pat uning velosipedi yutib ketadigan bo'lib qoldi. Shunga dadam velosipedini ansirab, kunda velosipedni 5-qavatdagi uyimizga ko'tarib elib chiqatdi. Hamda atsi velosipedni elib tushatdi. Bir kun tushdan keyin dadam idorasiga olib bir materialni unutib kelib, uyga qaytibdi. Nimeni bulam? Ma'qul. Ömer. Ma'qul. Biz shu kundan boshlab yana piyoda qoldik. Bir kuni maktabdan qaytib, binoning oldiga kelsak, apamning idorasidan ishchilarga birdan velosiped taqibdi. Lekin u bir ayolchi velosiped edi. Voy qara, qizlar dinlayapti. Bu velosipedning bo'g'ini yaxshi ishdi. Lekin bu ayolchi velosiped menga xeyli ko'p
ko'ngilsizliklarni olib keldi. Qizim, chin tutay. Dadashini chin tutay. Chin tutay. Umid. Umid. Ne? Mine, mağamız keçkimiz yana. Minmeyme. Nimişqa? Ben oval bal tutsam, bu da ayal tüyesip ki minmeyme. Men minavatıman qo bala. Sen minme. Mektep mi yaparaylı? O nimişqa tayyab velosiped tutsam da men parmas. Qiziq kelsan qo. Voy bular achig'im keltime chiqa. Chin tutay. Savoqdoshlarim, dadangning velosiped chiroyliqkan deb meni zangli qildigan bo'lib oldi. Shu sababli ba'zi o'g'il savoqdoshlarim bilan urushib ketgan chog'larim bo'ldi. Bir şey tutmayacağım. Akratmanda. Ha? Ne bo'ldi? Ha mektep yakın olan iki. Birtay bo'la. Ya, nerede işte? Hoş. Keyin maktabga oz qolganda uni buni bahona qilib velosipeddan tushib olib maktabga menib ketadigan bo'lib oldim. Bara dadammi bunga kunib qoldi. Men doim tushib qolgan yerda o'zligidan to'xtab meni tushirib qo'ydigan bo'ldi. Bir kuni kutilmaganda Dilshod tog'amning mashina so'qib o'tganligi xabari keldi. Keyin Dilshod tog'amning qutqizish unim bermay qazo qilganligini bildim. Yılıqı seni zanglık qilib, tushingga tekkan bolaning dadasimi? Shundoq. Shu bolaning dadasi. Shuning bilan kichik Dilmurod dadasiz qoldi. Dilmurod. Ulan. Bala. Mektep mandama? Assalamualaikum Rahman tağa. Ha, mektep komandım. Va alaykum assalom bala. Bala. Qislish o'tasanlar, pataslarmi? Bo'ldi Rahman tağa. Sizlar ketaveringlar. Men birdan bilan borman. Asta. Ma, ishni qaramam siz bilan. Bala. Adas yo'lda diqqat qilmang, ha? Ma'qul. Xayr xo'sh. Xo'sh. Umid. Ha? Ukang chin tutay. Ma'qul. Yeliq e'lon qilgan postimning haqqini beribdi. Rasma? Qilchiq beribdi. Hajimmi qilib olmasmi? O'g'ri rasti. Hechib yaxshi bo'pti. Endi bu pulni elib bir aranji astel bilan. Yo'q, olmayman. Nimishqa? O'zingiz Umidni tanishlarning oldida ayolchivasidan xijil o'tgan degandingizga birini ivasangiz bo'lmamdi? Ma qara. Qarsam o'g'limizmi o'z maktabga berib kelalaydan bo'lib qopti. Muyassarni yana bir yil mush velosiped bilan to'shib olsam maktabga kirdi. Demak, bu velosipedning bizga ahamiyatim qolmadi degan gap. Ha? Dilshod tugab ketib, bolalar yetim qoldi. Ular turmushda qiynalib qolgandek turdi. Shunga pullarni ularga beraylikkin deyman.
Gerçi bu pullar bilan ularning hamma qiyinchilikni hal qilolmadik degan taqdirdami tasalli bo'lib qoladi. Dada, Oy, men maktabning darvozasini oldiga chopib qo'yay.